Tasavvur qiling, odamlar bilan har kuni yuzma-yuz kelishingiz, bir so'z, bir nigoh, bir tabassum hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan olam bor. Deyl Karnegi sizni aynan ana shu olamga, inson qalbining nozik, lekin eng kuchli eshiklariga olib kiradi. Bu kitobda siz shunchaki maslahatlar emas, balki munosabatlarning yashirin mexanizmlarini ko'rasiz. Odamlarni tanqid qilishning o'rniga tushunish, bahslarda yutishning o'rniga qalblarni yutish, majburlashning o'rniga ilhomlantirish mumkinligini his qilasiz. Bir qarashda arzimas tuyulgan harakatlar, bir tabassum, muloyim ovoz, ismini eslab aytilgan chaqiriq, chin dildan qilingan e'tibor insonning ichki dunyosini qanday larzaga solishini ko'rib hayron qolasiz. Atrofingizdagi odamlar birdan boshqacha tuyula boshlaydi. Avvallari sovuq tuyulgan yuzlarda samimiyat paydo bo'ladi, suhbatlar jonlanadi, odamlar sizni tinglaydi, hurmat qiladi, hatto sizga ergashishni istaydilar. Karnegi sizga shunday kuch beradi. O'zini muhim his qilgan inson kimligini unutmaydi. Uni qadrlagan odamni esa hech qachon unutmaydi. Siz esa asta-sekin boshqalarning ko'zlarida iliqlik uyg'otayotgan, suhbatlarda o'ziga rom qiladigan, hatto eng qiyin vaziyatlarda ham muloyimligi bilan g'alaba qozona oladigan insonga aylanasiz. Bu kitob hayotni o'zgartirish haqida emas, bu hayotni boshqacha ko'rish, odamlarni boshqacha anglash, munosabatlarning eng chuqur ildizlariga yetish haqida. Karnegi sizga shunday sehrli eshikni ochadi. Siz uni o'rganib olsangiz, eshiklar endi hech qachon yopilmaydi. Na imkoniyatlar eshigi, na odamlar qalbi. Chunki siz endi do'st orttirish emas, insonlarni ilhomlantirish san'atini bilasiz.